Aynen 50 bin so'm atib 50 ming so'mmuş. Bari-bari saylagan 2 qator ham 50 bin so'mdan. Saylagan Hozir 220 bin so'm sotilgan do ekamizning obunachilarimizga 150 bin so'm, barin 130 bin so'mga bari-bari. Bir koftani puluna do eka, yana bir hurmatli ustozlar bayrami bo'ladi. Bayram munosabati bilan ustozlarimizga podarkiga qo'yibmiz. Xudo xolasa buni ham biletlar ham bor. Rahmat sana ibadayna. Mavsumida ko'rsib kommentariya shovimizdan o'tirib bering. Kommentariya shovuniki. Ama bu o'tgan safar o'zi ketay. 50 ming so'mmi? 50 bin so'm. Rahmat sana. 50 ming so'mdan o'zi ham ya'ni bo'lib to'lashga rastrojkaga bizadan asolat xarid etsalar bo'ladi. Bir pasport evazina ular ham Firdavs do'konida imkoniyati bor. So'm sizni kanal obunachilarimiz uchun. Obunachilar buni ko'ringlar bir de 400 ming so'mlik narsalarimizni, 400 ming so'mlik angor. Bo'lsa yechida bo'lmaganlar 35 ming so'mdan. Qo'y deyman. 35 ming so'mdan bularni 200 ming so'mdan skidkada bari-bari. 200 ming so'm. Zavodundan yo'q, fabrikasidan yo'q. Zavodunda yo'q baqa. 200 ming so'mdan yana. Firdavs do'konida shu ko'rib turgan koja kostyumlarni olishlari mumkin. Koftani puluna. Koftani puluna o'chirishatish kerak, kanalga obuna bo'lish kerak, like bosish kerak, yaqinlarga videoni maksimal tarqatish kerak. Endi qarang, bizning xalqimizga bo'lsa, obunachilarimizga bo'lsin, bir tekiz 150 ming so'mdan. Shu. Saylagani 150 ming. 249 yozilgan mana qara, obunachi. Eng kami 200, 220, 199 ming so'mdan o'lga turibdi. Koja andolli ishlar ham tigirli. Qalin narsalar. O'zga baholada beramiz obunachilarga. Ineziladi. Bu bo'lim yana javoblarimiz uchun bu. Xazanalarimiz uchun maloshniy oq svetindagi jaketlar. Bo'lsa obunachilarga bo'lsin, ishi yo'rtiran makasilar 55 ming so'mdan. Yeyib ko'rib olaveradilar, xudo xohlasa. Uchun eng ko'p like to'plagani papka qo'yganmiz. Eng like ko'p to'plagan obunachimiz bir setdan 40 ming so'mdan bari-bari aramizda. Salat-saladonlarimiz 40 ming so'mdan aksiyada. 40 savollar bor. Ularni necha kunda isbotlab berish kerak-ku, obunachilar. Bu anda aynan shuncha spesial shunday odamlar uchun ishlab ko'pmiz. Test o'tirib ko'rsatamiz. Test o'tirib ko'rsatamiz, ishlab ko'pmizmi? Ne? Gerek mi? O nüktelerden. Senden çıksan boladan yalnız. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar, bugungi videomiz Firdavsdan bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat sana yaxshimisiz? Assalomu alaykum bizani hurmatli Firdavs mijozlari, Rahmatjon Show kanal obunachilari. Xo'p, Rahmatjon, xudo xolasa qahramon. Avla bey. Videoni boshlashda bir manzillarni tushuntirib bersak, ko'pchilik manzil neda deydi-ku? Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri dehqon bozorida supermarketda bo'ladi. Do'ridan kirasizlar, glavniy asosiy darvozadan kiraverishda do'rida joylashgan supermarketimiz. Qassoblar tarafdan kelsangiz chap tarafda bo'ladi, o'ng tarafingizda bo'ladi. Girish darvozadan kelsangizlar chap tarafingizda bo'ladi Firdavs magazini. Qani qahramon begim necha yangiliklar? Xo'p, Rahmatjon, yangiliklar ko'p. Kuz mavsumi uchun zo'r tayyorgarliklarimiz, toza mahsulotlarimiz yetib kelgan, shuning uchun o'zi ko'p vaqt bo'ldi video chiqara olmadik. Keyin Rahmatjon, esingizda bo'lsa, bizani ko'pdan qakitatiran kommentariya shovimiz bor edi. Shuni ham o'tirib beramiz. 1 oy bo'libdi uni. Kommentariya shovimiz ham bor edi. Obunachilarimizdan oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Xudo xolasa sovg'alarni ham beramiz. Bir qator esa tanishtirib chiqqan yangiliklarni obunachilar bu yangiliklar uchun bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. Yangiliklar ko'p, xudo xolasa Rahmatjon, yo'qtiramiz. Nima podarka bu? Rahmatjon, girgandan qaraysiz shundaylar, ha? Podarka ko'rib turib. Go'zal tushadi, ha? Buni xudo xolasa obunachilarimizga podarkiga qo'yibman, u ham kimga? Bugun 1-oktyabr hurmatli ustozlar bayrami bo'ladi. Bayram munosabati bilan ustozlarimizga podarkiga qo'yibmiz. Xudo xolasa buni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Keyin Rahmatjon, ibadayna o'tgan safari kommentariya shovimizning sovg'alarini ham tayyorlab qo'yibman. Uni ham videoni kuzatishda davom etsalar, xudo xolasa video orasida ko'rsatib kommentariya shovimizdan o'tirib bering. Kommentariya shovuniki. Bu o'tgan safar o'zi 1 oy bo'libdi. 1 oy bo'libdi. Video davomida aniqlayveramiz, kommentariyani bosamiz obunachilar. Rahmatjon, aslida yangiliklarimiz o'ta ko'p. Bir do'konni bir qator to'liq obzor etsak-da, xudo xolasa novlar yo'q, Firdavs do'konida bir qator ko'rib chiqsak. Meni obunachilar. Qarang, kiraverishdan boshlasak. O'ndan atib boshlaymiz. Bu tarafimizda bilasiz, Rahmatjon, posuda bo'limi. Va bizada bir qator obunachilarimiz uni ham ko'rsatib o'taylik. Ko'pchilik Firdavsda nova bilmaydi-ku.
taza bizning kanalda taza ko'rib turgan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, Firdavs do'konida uy rozg'or buyumlarini keng assortimentlari optiy narxlarda bor. Xudo xolasa, termofot kerakmi, sok jumalka kerakmi, misorovka kerak bo'ladimi, xonadon esa tefal, chaynik, utik, parfümeriya mahsulotlari kerak bo'ladimi, svetilnik kima novi kerak bo'ladigan bo'lsa, Firdavsda hammasidan xudo xolasa qo'ldan kelsa ikkab qo'yibmiz, hammasi optiy narxlarda rahmat sanayna. Görərəsiz. Misal üçün narxlarla danışdırıb ötədən bolsaq, bu yerdə tefallarımız 39 min somdan başlanadı. 39 min somdan başlayıp 39 min somdan başlanadı. Heç yerdə bulmağın narxlarda aynı. 39 min somdan tefallarımız başlanadı. Hər xil assortimentləri var yerdə. Kimədir çənik kasa gərək boladın bolsa, kimədir yenə qazan nabur, həmməsi orijinal yenə. Vikalinə, yəni Rassiski firmanı tapalarım yenə bizə də optiy narxlarda rəhmətcana. Bunun narxını bilən bilədi özü 300-350 min som satıladı. Bizənin Firdavs dükanında olsa, sizi kanalınızdan abunəçilərlə 240 min somdan bərəniz. Bunlar Vekalinə Rassiskisi. 240 mindən desəm? 240 mindən bərəniz. Bu modelini. Yenə bir xil modeli var. Yenə abunəçilərim üçün 150 min somdan bərəniz. 150 mindən? 150 min somdan. Bunlar Rassiski yaxşı xilləri. Ondan başqa bir dənə Kukmara brendiniki var. Sanifer brendiniki var. Yəni bu Sanifer brendini abunəçilərimiz üçün 130 min somdan bərəniz planam yenə. Şuna? 130 min, narxı 150 min som yazılğan. Sizi kanaldan abunəçilərimiz üçün 130 min somdan bərilədi. Abunəçi yatırma 200, 150'ye çıxıyor. 130 mu? 130 min. İynəsiləri. Qazanlarımızla hər xil assortimentləri xuda xalasa optiy narxlarda Firdavs dükanında var. Mövsümü gəldiyinə qaz, səlman mavoladın bolsa, misal üçün peçkiyə işlətiş gərək, ya qaz balon işlətiş gərək boladı. Xalasaz toq peçkələrimizdən hər xil assortimentlərindən rəhmətcana dükanımızda var. Bunlarla optiy narxlarda bərəniz. Şişə, çinli buyumlərimizin yəni hər xil assortimenti var. Bunlarla gəsəkslər, xuda xalasa optiy narxlarda bərəniz. Abunəçilərimizə yengilik boladı yenə. Rəhmətcana narxı 55 min son, 60 min son satıladı. Abunəçilərimiz üçün boladığım olsa, bir setdən 40 min sondan bəri-bərərəmiz yenə. Saladonlarımız 40 min sondan əksədə. 40 min sondan. İynəsilərə. İndi rəhmətcana evdə Albino brendindəyi, bizəni Albino brendindəyi orijinal bagimalarımız 2,5 milyon son, 2 milyon 200, axırı 1 milyon 730'a düşkən ki, abunəçilərimiz üçün bulanam 1,5 milyon sondan ətib skitkiyə bəri-bərəmiz yenə. İşi zora. Zoranı, yaxşısını. Bunun renkləri ölçük getmedi. Orijinalı, xırçığanız bilən bu svetləri qaçıb getmedi bunları. Orijinalı 1 milyon 730 min son satılıb durardı. Abunəçilərimə teks 1,5 milyon sondan skitkiyə narxlarda bəri-bərəmiz bunlar. İynəsilərə. Fiyatdan. Bundan başqa bir də assortimentlərimiz köp. Azı bunların hər birini danışdırıb ötəniz desək, videomuz çözülüb getədi. Abunəçilərin vaxtını aman halda bir xatar obzorunu göstərib ötüb getərəmiz. Narx nə ola bilən gəlib danışarədilər. Həmməsi optiy narxlarda. Yine. Skuter, samakat, studentlərimiz üçün yenə çamadanlarımız. Rəhmətcan axıra, işin ərsə orijinal, kodlu boladı. Sifətlərəm, kaçısı olsanız zor. Abunəçilərimiz üçün 190 min son. 190. 190 min son. Bunu kətdə-kiçi hər xil razmerlərindən var. Pasuda bölümümüzün toluğuna yetirib əşki hərəkət edəli. Mantıq qazanlarımız baradı. Hər xil türdə yenə bir xatar özüsü göstərərək. Aylan. Yine abunəçilər, yırtıcılar. Ne o gerektirsin yine tapıladı. İB'de yine tandır için tikir açığa hemen esası var ikide. Pidesi yine abunəçilər. Ne o gerektirsin yine tapıladı yine. Lütfenlerim değil. Rəhmətcan bu balacanlarımız üçün oyuncaq maşinalarımız samqıda xalasa. Bunlarla arzan narxlarda skit gəlib bərəmsinə abunəçilərimizə. Yine balacanlarımız qaysı maşından gerek yine. Keyin küz mövsümü köpçülük yenə 5 toya başqa gərək boladımızsa kalasilərimizin həm hər xil assortimentlərindən Rəhmətcana bağ dükanımızda. Yenə göstərib ötəsiz hər xilindən kalaski sezonu yenə 5 toyçular üçün belənçəklərimiz əmiyyət etkən. Ondan başqa Rəhmətcana xərən bu tərəfimizdə qaz plitədisizmə, bunda quruluş malları ünsə gərək medəçidələriniz. Ondan başqa köpçülük izləvirgən elektroskuter, motosikillərəm zapçasları bizən Firdavs dükanında var. Kimə nə olsa gərək boladığım bolsa skuterlərimizni, elektromotosikillərimizni
Hamma zapçasları bor. Yo'q bo'ladini bo'lsam zakaza aldırıb beramiz. Tablosi kerakmi, fari kerakmi, gastrosi, kamera, pokrishkasi hamma narsaları Firdavs do'konidan topadilar. Uyingiz uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, lampochkalarimiz, avtomat kulchati, rozetka, novi kerak bo'ladigan bo'lsa, ular ham Firdavsda bor. Bu yerda yana sushilkalarimiz ham assortimentini o'ta ko'paytirib ekka qo'yibmiz. Xudo xolasa bularni ham optiy narxlarda arzon Firdavsdan kelib xarid etaveradilar. Obunachilar do'konni ko'rib turalaring dedim, do'lib dedim, ko'payish bor ekan, kelaverasizlar. Bu yerda gaz plitalarimiz ham keng assortimentlardan xudo xolasa bor. Rahmat sana endi xudo xolasa mavzumizga qaytsak, Aslonoy bilasiz, Firdavs do'konini ko'rsatib berasiz. Asosiy kiyim-kechak. Xudo xolasa endi kiyim-kechakka taalluqli taraflardan o'tib boshlaymiz. Adyallarimiz optiy narxda kimanchik modeli kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda Firdavs do'konidan topadilar xudo xolasa. Nechta adyal kerak? Assortimenti ko'p. Keyin bedayna rahmat sana ko'rsatib o'tasiz. Vechirni go'naklar bor, har xil turdagi go'naklarimiz bor. Obunachilarim bularni narxini ko'rsatmay 50 ming so'm skidga qo'yib qo'yamiz. Keladi, o'shadan xohlagan tur libosini oladi. Skidga narxlarda yana 50 ming so'mdan atib 50 ming so'mmish. Baribiramiz yana saylagan ikki qator ham 50 ming so'mdan. Saylagan 50 mi? Ha. Yine sizlere. Bu yerda yana duxovka, gaz plita, televizorlarimiz ham xudo xolasa eng oxirgi arzon narxlarda mikrovolnovkalar ham hammasidan bor. Rahmat sana. Endi kiyim temasidan kelsak, kuz mavsumi uchun ayollar ham, musko ham ajoyib zo'r 2025-yil kolleksiyadagi yangi kiyim-kechaklarimiz yetib keldi. Ulardan bir qator tanishtirib o'tamiz yana. Rahmat sana. Ko'rib turamiz sizlar. Hozir yana har xil turdagi kostyum kurtkalarimiz, naturalkalarimizning ham keng assortimentlari keldi. Do'konimizga yangi 2025-yilgi bular ham arzon narxlarda xarid etaverasizlar. Qarang, bu yerda plashlarimiz ham bor. Plashlarimizni narxini aytib o'tadigan bo'lsak, ko'jasi garantiyali bo'ladi. Korotki modeli narxi 400 ming so'm, 450 ming so'm sotiladi. Rahmat sana, bizning obunachilarimiz uchun 300 ming, 350 ming ham emas. Necha deymiz? 330 ham emas, obunachilarimizga 299 ming so'mdan aytib berib beramiz. Nega? Ishunisini ayna. Yine sizlar obunachilar. Svetlari bor, qarasi bor, karishnisi bor, 299 ming so'm obunachilar ulgurib qolishi kerak. O'zi 350 ming so'm sotiladi koja plashlarimiz. Undan boshqa modellar ham bor bu yerda yana. Keng assortimentlari xudo xolasa bularni ham kelib ko'rib olaverasizlar, razmerlaringiz topiladi. Svetlar ham bor. Rahmat sana, bu yerda yana mavsum uchun angorka jemperlarimiz keldi. Mavsum uchun angorkalar. Bular ham bir keng fonda bir ko'rsatib berasiz assortimentini. Bular ham bir qator assortimentini ko'rsatib berasiz. Assortiment ko'p. Modellari xudo xolasa zo'r kачественныйлari keldi, qarang. Narxi rahmat sana yechida bo'lmagan narxda aytib beramiz. Chunki 380 ming so'm arzon olgan yeringizda 350 ming so'm olasiz. Eng arzon olgan yeringizda. Даже 400-450 ham aytib turibdilar. Yana O'zbekistoncha bo'lib turibdi bu. Ranglarni ham e'tibor etasiz, rahmat sana. Ham jaket bo'ladi, ham jemper bo'ladi. Yaqalar ham olinadi modeli. Obunachilarimiz buni bir jaketni pulini 299 ming so'mdan beramiz yine. Ishonaycha 299 ming so'mdan ishlar. 299. 299 ming so'm sizni kanal obunachilaringiz uchun. Yine obunachilar buni ko'ringlar, bir de 400 ming so'mlik narsalarimiz, 400 ming so'mlik angorka jemperlarimiz. Kачествосына e'tibor etib o'tasizlar. Ham jaket bo'ladi, uni yaqalari olinadi, yenglari olinadi. Ham kostyum bo'ladi, bir jaketni pulini. Obunachilar. Yine sizlere. Xo'p, rahmat sana. Endi bunda undan boshqa modellar ham har xil assortimentlari gap turibdi. Xolosa, kelib ko'raveradilar obunachilarimiz. Endi bu yerda jaketlar ham bor shuni. Jaketlari narxi 240-250 ming so'm sotiladi o'zida. Ha. 240-250 ming so'm sotiladi. Bizning obunachilara, bizning Firdavs mijozlarına sizni kanalingizdan keladilar. Ishi ko'rib turgan xatarindagi 4tasini qarang. Ish 4tasi narxi 250 ming so'm, obunachilarimga 199 ming so'mdan beraman. Shularni. Yine sizlere. 199 ming so'mdan. Sifatini ham, narxini ham javob obunachilar. Xudo xolasa hazat yeyadi o narsalar. Obunachilar her daim Firdavsning yangiliklar, bu yangiliklarga bir like dan bosamiz. Kanalni manfaatli bo'lish uchun videoni
Yaqinlaringizni ulashib qo'yishni unutmaysizlar. Hali yangiliklarimiz oldinda hali. Oldinda hali. Hammasi emas hali. Inesilar Undan ham bor. zo'r aksiyalarimiz bor. Qarang, Firdavs oyoq kiyimi skidga qo'ymasa bo'lmaydi, bilasizku. Yo'q, qani. Ina obunachilar bu yerdan ko'rsatib bering. Ina. Xo'p, bu yerdan ham ko'rsak, yana mavsum uchun zo'r koftalarimiz yana. Bular ham narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Rahmat sana, to'g'risi 150 ming so'm sifatini ko'ring. O'zingiz bir baho bering bu narsalarga. Oh, ina obunachilar. Qalin, hozir mavsum uchun zo'r narsa. 150 ming so'm. Bizning kanal obunachilari Firdavs mijozlarına bo'lsa 115 ming so'mdan beri beramiz. 115. 115 ming so'mdan. Kima kaltasi baringina uzun ham 180 ming ekan 115 mingni. Uzun. Ina obunachilar sizlar Yine sizlar. zo'r. 115 ming so'mdan xudo xolosa kelib xarita tayyorladilar bemalol. Detskiy oyoq kiyimlarimiz, jenskiy oyoq kiyimlarimiz assortimentlari ko'p. Bemalol garaveradilar xudo xolosa. Ebedena 79 ming so'mdan ham ajoyib bo'lgan krossovkalarimiz bor. Endi Aslonoy bu yerda ayol kishilarimiz uchun qarang. Ishi ko'rib turgan 85 ming so'm, 90 ming so'm sotilib turgan oyoq kiyimlar. Rahmat sana. Obunachilarimiz 50 ming so'mga bir setindan beri beramiz. 50 ming so'm. 50 ming so'm. Bu kattalari dokan sayı berasa 50 ming so'mdan kelib olaveradilar. Mana bu podrastkoylari bo'lsa, yechida bo'lmagan narx 35 ming so'mdan. Bırak koydum hele. Yine 35 ming so'mdan bularni dim ko'p katta partiyada ekkanmiz 35 ming so'mdan obunachilarimiz beramiz. 35 ming. Zamışı, kojasi 35 Bundan ming. bir 50 ming. Katta razmerleri 50 ming so'm, podrastkoy razmerleri 35 ming so'm rahmat sana. İnezilere. Bu yengiliğe qaranglar. Hozir kuz mavsumi oyoq kiyim ham o'zgartiriladi, ustosh polni, xudo xolosa Firdavsdan arzon giyinadilar. Endi rahmat sana qarang. Bu yerda keng assortimentda yubkalarimiz, kuzgi yubkalarimiz, bunda koftalarimiz ham zo'rlardan kelgan. Uni bu tarafda olib ko'rsatib bersangiz bo'ladi koftalarimiz sana. Yuqori xatarda, bosh xatardan toza assortimentlar yuborilgan. Yangiliklar ko'p, xudo xolosa. Endi eng qiziq narsa shu koftani pulini, rahmat sana, bizning Firdavs do'konidan shu ko'rib turgan koja kostyumlarni olishlari mumkin. Koftani puluna. Koftani pulini o'chirishatish kerak, kanalga obuna bo'lish kerak, like bosish kerak, yaqinlarga videoni maksimal tarqatish kerak. Endi qarang, bu koja narsa koftani puluna bo'lishi mumkin. Yo'q. Narxi 250 ming so'm. Rahmat sana, 250 mingga to'g'ri koftam bor. Eng qizig'i bizda arzon-ku. 140 ming so'mdan, baring 130 ming so'mdan beramiz obunachilarga. İnşallah 130 dan. 130 ming so'mdan. Javob Shundan boshlanadi. Kojasini giyaman degani, kojasini, endi drap materialini giyaman degani, drap materialini giyib ko'rib olaveradilar. Obunachilarimiz 130 ming so'mdan ish xatarni skidga qo'yib beramaydi. Javobmi? Javob bundan boshlanadi endi. 130 ming so'mdan, 130 ming so'mdan, ishlar 130 ming so'mdan. Ana bu kojalarni ko'rib ayting sifatini. İnezilere. Bir koftani pulini aytib o'tgandim. 130 ming so'mdan. Obunachilarimiz mavsum uchun yangi koja kostyumlarimiz. Har xil svetlardan bor xudo xolosa. Assortimenti ko'p. 130 mingdan. Undan boshqa modellar ham bor do'konimizda. Amerikanki kojalarimiz ham yetib keldi. Ana bu modellar ham 350 ming so'mlik natural kojalarimiz bor. Bularni obunachilarimiz 350, 330, 320 deb o'tirmaymiz. 240 ming so'mdan aytib obunachilarimiz beramiz bu modellarni. 240 ming. 240 ming so'm bular naturalki eko koja modellari bo'ladi 240 ming so'mdan. Xo'p, bu yerda rahmat sanayna jaket, kostyum, plashlarimiz har xil assortimentlari bor. Bular ham narxini tanishtirib o'tamiz. Obunachilarimiz 300 ming so'm sotilgan. Yana ulgurib qoladilar bu aksiyalarimizni xudo xolosa shu oyni oxirigacha aytib qo'yib beramiz. İnşallah akına deyim. Shu oyni oxirigacha aytib qo'yib beramiz. Ulgurib qoladilar. Narxi 350 ming so'mdan, obunachilarimiz 199 ming so'mga qo'yib beramiz. Nima qalamang? 199 ming so'mga nolga turibdi. Koja andolli ishlar ham tigirli, qalin narsalar. O'zgacha bo'lib yurmayman desang inezilere. Bu yerdan zamishi kostyumlarimiz ham zo'r assortimentlari. Yani jaketi desa jaketi, kostyumi desa kostyumi. Endi bu tarafimizda rahmat sana shkolniy. Ya'ni studentlarimiz kvotalar chiqdi, ko'pchilik student bo'ldi. Ularga kostyum chalur kerak bo'ladigan bo'lsa, ana bu ikki taraf ham kostyum chalur. Bu taraf ham bu yandan bir qator ko'rsatib bering. Kostyum chalurlarimiz arzon narxlarda, xudo xolosa zo'r baholarda beramiz obunachilarga. İnezilere. Bu bölümümüzde xalat ishtonlar, onda yo'naklarimiz keng bir qator obzor etib bering.
Ana. Xo'p, ana bu do'ykiga qaraymiz. Rahmat sana. Narxi 250 ming so'm ekan. Obunachilarimiz uchun bo'ladigan bo'lsa buni 230 199 atmaymizda 100 ming so'm skidka etamizda 150 mingdan qo'yib beramiz. 150 dan. Svetlari bilan 150 ming so'mdan edi. Obunachilar. Bular ham aksiyada xudo xolasa. Kostyum chaluvlarimiz ham skidka narxlarda aynan baholarni aytib tanishtirib o'tadigan bo'lsam, 220 ming so'mdan boshlanadi. 550-600 ming so'mgacha modellari bor. Kostyum chaluvlarimizdan. Yine obunachilar. Bu Yana bu yerda yana obunachilarimizga qarang. Bayram munosabati bilan xudo xolasa ajoyib bo'lgan do'yka, narxi zo'r. Bahosi 220 ming so'm sotilgan do'ykamizni obunachilarimizga 150 ming so'm, barin 130 ming so'mga berib beraman. Bir koftani puluna do'yka yana 130 ming so'mga. 130 ming so'mga. 130 ming so'm obunachilar. O'zgacha svet ekanmiz, vitamin. Ranglari bor, razmerlaridan bor. Yo'naklarimizning ham assortimentlari har xil turlaridan bor. Rahmat sanoman aslan ko'rsak ham bu tarafda yana analarimiz, yosh katta onaxonlarimiz esdan chiqqan. Yana hozir sovg'aga oson, giyib yurishga oson. Har xil turdagi turetskiy jaketlarimiz ham bor do'konimizda. Qani bir ko'rsatmayman, obunachilarni. Yana javoblarimiz uchun bu. Xazanalarimiz uchun maloshniy oq svetindagi jaketlarimizning ham zo'r modellaridan bayna dokument, chisti Turkiya mahsulotlari narxlari 150 ming so'mdan boshlanadi. Tappa 350 ming so'mgacha narxlari bor. Xudo xolasa arz aytib beramiz ular ham kelish. Endi bu yerda o'rta yoshdagilar uchun jaketlar ham skidga tushirib berganmiz. Rahmat sana. Baholari 200 ming so'm, 220 ming so'm sotiladi. Firdavs do'konida bo'ladigan bo'lsa 145 ming so'mdan xarid etaveradilar. 145 ming so'mdan. 145 ming so'mdan. Yani gördünüz 145 ming so'mga jaket chiqibdi. Endi bu Pekinning narsasi, original narsa. 145 ming. Lekin ana koja bundan ham narxi zo'r. Yani 130 ming so'm. Obunachilar ulgurib qolish kerak. Firdavsda shunday zo'r aksiyalarimiz yetib turibdi. Video manfaatli bo'lishi uchun yaqinlarsa ulashib qo'yinglar. Rahmatjon hozir detski bölümimiz ham bor. Verdam skidkalar yetib turibdi. Shuni ham tanishtirsaqda muskoy bölüme o'tsak. Keyin obunachilarni ko'p kuttirmang, kommentariya show sovg'alarimizdan bir xatar aytib o'tamiz. Obunachilar, qana bu detskida necha yangiliklar? Detskida yangiliklarimiz, assortimentlarimiz ko'p. Ko'rib turasiz yana. Do'yka, troyka, kimanovi kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasidan bor. Aslonoy hozir trenddagi BMW do'ykalarimiz. Bu yerda obunachilarimizga 35 ming so'mga qo'yibmiz. BMW. Ha, trikosi bilan Jenferi 35 ming so'mdan obunachilarimizga bor. Buni svetlari ko'p. Hozir qaysi xatar eldirdilar bilmadim. Toza gap turibdi. Keyin bu yerda 45 ming so'mdan har xil turdagi Jenferlarimizdan ham bor. Keyin yana bir narsa hozir qizlarga aytishim kerak uchun bir xatara taxlab qo'yinglar deb ne boradi? 25 ming so'mdan ham jemperlarimiz detski bölümümüzde bor. 25 dan bormi? Avay, az endi toza ko'p gap turgani uchun taxlanmabdi. Ina bular ham qarang, ina rahmat sana. 110-120 ming so'mlik do'ykalarimiz, obunachilarimiz 65 ming so'mdan. Miu qalin yana. Sezon uchun. 65 ming so'mdan buni har xil svetlardan keyin xudo xolosa kelib farzandlar esa gizib ko'rib apparasini 65 ming so'mdan skidkada bular ham. Yana obunachilar. O'zi 100 ming az qo'ygan ekanlar buni. Yana qolgan. 65 mingdan beri beramiz obunachilarimiz uchun. Svetlari, razmerlari bor. Xo'p, rahmat sana endi. Qarang. Bu tarafimizdan detski kiyimlarimiz bayna BMW do'ykalarimiz bu yerda ekan yana. Har xillardan bor. Bu yerda keyin toza o'g'lonlar uchun ham bu yerda qalin jemperlarimizning ham keng assortimentlari xudo xolosa bular ham optoy narxlarda bor. Endi muskoy bölümini bir qator obzor etib bersak. Obunachilarni muskoy o'tarib o'tdik endi. Qani bu yerdan ishga yangiliklar qahramon. Bu yerda yangilik ko'p. Videomiz cho'zilib ketadigan bo'ldi va aytsak bu obzor etik Firdavsning. Rahmat sana bu oyoq kiyimlarga e'tibor qaratib berasiz. Xudo xolosa kuzgi sezon uchun kojasi sifati zo'r. Obunachilarimiz uchun 180 ming so'm. 150 deb o'tirmaymiz, 130 ming so'mdan beri beramiz. Shuni. 130 mingdan. Mana adashtirmaysizlar, sifati, kojasi original mahsulot.
Onda 50 ming, 45 minglik vereceğimiz. Ünlü vereceğimizden bu videoda onda gösterip öteniz ona. Yine bir de bu modellerim, yine barsofkelerimiz hem narxı 150 ming so'mgacha satılgan. Obunachilarimiz uchun bundan 130 ming so'mdan beramiz. Svetlari bilan bor. İğnesilerim arkana. 130 ming so'mdan. Krossovkalarimizning ham har xil assortimentlaridan kelgan Valentino'lari bor, Santonilari bor, Labutinlar bor. Bular ham xudo xolasa optoy narxlarda turibdi. Keyin yangiliklarimiz yine original, ya'ni ipini tortib ishlatadigan krossovkalarimiz trenddagi. Bular ham narxlari 180 ming so'm satilishi kerak edi. Obunachilarimiz uchun bo'lsa aynan 130 mingdan bular ham berib beramiz yine. Bura mexanizm bilan yenglanadi yine. Ha, ipini boylab bermaydik shunda. Boylab bermaydi yine. Ip tortib qo'yaradilar. Bular ham 130 ming so'mdan obunachilarimizga beramiz buni. Xo'p, rahmat sana. Aslan o'yini kuz mavsumi uchun vitirovkalarimiz. Götüransin har xil assortimentda bor. Eng qiziqarlilari bu brendlarni obunachilarimizga ko'rsatib bering. Koja deganlar Koja, brendi Yemenlarning brendi, unda Gucci'niki bor. Buni narxlari bilan ham bir ko'rsatib berasiz obunachilarimizga. 300 ming so'mdan 249 ming so'mga tushgan. Yana bom 219 mingga tushgan. Ana bu model ham 219 ming so'm. Rahmat sana bo'lsa, bizning xalqimizga bo'lsa, obunachilarimizga bo'lsin, bir tekiz 150 ming so'mdan. Eng shu. Saylagani 150 ming. 249 yozilgan qara, obunachi. Eng kami 200-220 ming so'm sotiladi. Obunachilarimizga 150 ming so'mdan ulgurib qoladilar. Bunda eng qizig'i 150. Ko'jasam bormi? Bu 150 ming so'm. Saylagani 150 ming. Saylagani ish qatorda. Ava. İğnesilari. 150 ming so'mdan obunachilarimizga skidga qo'yib berdik bularni. Obunachilar bu yangiliklar bor. 150 dan uşaqlarning ishiragan. Yaxshilab birma-bir ko'rsatib bering obunachilarga. Bir gözədə iğne obunachilar nolda turibdi 150. 150. Hammasi iğne obunachilar 150 bo'lib qoldi buni. Xatarni ishi birinchi xatar pastda. Birinchi xatar, past xatar keladi. O'sha yerda yana bu bahosini e'tibor etmaydi mana. Yana 300 ming, 249 ming, 219 ming. Hammasi bir chetidan obunachilarga 150 ming so'm. İğnesilari. Bemalol kelib xarid etaveradilar. Bu yerda bo'lsa yana mavsum uchun jaketlarimiz 99 ming so'm, 99 ming so'mdan har xil turdagi jaketlarimiz bor yana. Bu tarafdan ham ko'rsatib o'taring yana. Obunachilarimiz ham 150 ming so'm sotiladigan jaketlarimizdan narxini bo'lsa Firdavs aksiyani zo'r bo'lsin deb 99 ming so'mga tushirib qo'yibmiz. Ya'ni ishida saylagan jaketi obunachilarga 99 ming so'mdan narxi. Yana brendlar ham Zegna. Bular ichida ikki taraflilar ham bor. Hammasi bir chetidan 99 ming so'mdan xarid etaveradilar. Uşaqlarning obunachilar. Uşaqlari. Bu yerda podraskoylari bo'ladigan bo'lsa, podraskoylarni bir chetidan yana 85 ming so'mdan atib skidga qo'yib berganmiz. Yana modellari 85 ming so'mdan. Keyin vitirovkalarimiz ham keldi. Rahmat sana kuzgi mavsum uchun bu podraskoylari bo'ladi. Bularni obunachilarimizga 180, 170 deb o'tirmaymizdan skidga narxlarda 130 mingdan obunachilarimizga qo'yib beramiz. Bir chetidan bo'lsa obunachilarga 130 mingdan. Niye dedin? O'sha oxirgacha. Ish qator birinchisi. Oxirgacha rahmat sana narxi 200 ming, 220 ming sotilganlar ham bor içinde. Bir chetidan 130 ming so'mdan obunachilarimizga skidga qo'yganmiz. İğnesilari mana qarang. Bir ko'rsatib bering bularni. Ko'rsating. Toza model. Bakansa. Bemolar ham. Bular bemolarimiz xudo xolasa bularning narxi 85 ming so'm, ha? Bular 85 mi? 85 ming so'm do'yga üst tepasi bilan. İğnesilari. Do'yga 85 ta. Bular esa 130 ming so'mdan 150 ming so'mdan. Endi qarang, rahmat sana. Ebeda bemolarimiz yana assortimentlaridan bor. Undan boshqa modellar ham bor yana. Xudo xolasa. Qahramon yangilik ko'payib ketdi lekin. Yangilik ko'p. Endi qarang, qiziqarlilari, rahmat sana. Hozir bir dona, ikki dona atib qo'ymaymiz. Shu ko'rib turgan hamma sviterlarimiz sifatini ko'ring. Bahosi 130 ming, obunachilarni ichidan qo'yib beramiz. Svetaja odamga 90 mingdan qo'yib beramiz, rahmat sana. Necha so'm turibdi dedingmi? 130 ming so'm. Sotilib turibdi. Sotilib turibdi. 90 ham qimmatmi tushirak buni? Bo'ldi, tushiramiz. O'zi obunachilarga bo'lsa Firdavsdan biri yangilikdan zo'r bo'lsin. Yuragimga duyib qo'ygan narx bu o'zi. Obunachilarga saylagani 65 mingdan
bir futbolkani pulidan kuzgi sviterlarni berib beramiz. Saylagan 65 mi? 65 ming so'm. Yine buna silama qaranglar, materialına qaranglar. Gesanglar görəsizlar o'zlaring. Original mahsulotlar. Original. Cho'zilib, chalchayib, qamidi razmerlaridan bor. 65 ming so'mdan xudo xolasa bemalol ish xatarni saylab olaveradilar. Ushag'ani 65, bardovimi, yashilmi, karishnoyimi 65 ming so'm obunachilar. Yine sizlar obunachilar. Ne deb turibdi bu? Ana shunday yangiliklar xudo xolasa. Rahmatjon, undan boshqa ham bu yerda rubashkalarimiz bor, sportivnilarimiz bor. Keyin ana bu narsani ham ko'rsatib bering. Obunachilarimiz uchun ko'pchilik mijozlarimiz so'raydi, sportivkani usti kerak mana. He. Eldinni. Ustini o'zini ham tashkillatib qo'yganmiz. Narxi 220-230 ming so'm adi. Obunachilarimiz skidkada hozir 180 ming sotib turibman. Endi buni xudo xolasa keng assortimenti, modeli ko'p yatiri yo'lda bor. Narxi 95 ming so'm bo'lib qoldi. 95. 95 ming so'm ina. Ustidan plashovka giyib ketaverasiz. Xalosingiz chalur bilan giyasiz, xalosingiz triko bilan giyasiz. Atiga 95 ming so'm rahmat. Hamma razmer bormi buni? Hamma razmeri bor. Velikan desam bor. Velikannacha bor razmerlar. Yine sizlara. 95 ming so'mdan ayna. Rahmatjon, keyin bu yerda kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, yana giymaga ham, podarka ham, hamma narsaga o'ng'ayli yana qolin. Materialni ham ko'ring. 85 ming so'm, 75 ming so'm sotilgan ko'ylaklarimizni obunachilarimiz bir chetidan har xil ranglari bilan shu qatorda qo'yibman. 50 ming so'mdan berib beramiz. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mga kuzgi ko'ylakni deydi rahmatjon. Mana eng uzun. Mana xudo xolasa siz skidkamiz zo'rlari. Bundan boshqa ham bolalar uchun hozir trendda yana jemperlarimizni ham keng assortimentlari, har xil modellardan kelgan. Bular ham kelib kiyib ko'rib xarid etaveradilar. Rahmatjon, ayna bu trendda yana Xitoyni zo'r yana sviterlarni obunachilarimiz uchun 115 mingdan qo'yibman. O'zi 150, 160 sotiladi. Sizni kanal nomidan keladigan bo'lsalar 95 ming so'm atib berib beramiz. 95 dan. 95 mingdan berib beramiz. Qaranglar. Xudo xolasa assortimentlar, yangiliklar ko'p. Keyin rahmatjon, mana bu tarafdan ko'ylaklarimiz hozir videomiz cho'zilib ketadi. Obunachilarimizga ham sovg'alarni berishimiz kerak hali. Qolganini kelib ko'rib olaveradi o'zlari. Yine obunachilar assortimentni ko'rtirsalar, bera kelsanglar, nechki kerak desanglar ham xudo xolasa topiladi. Keyin yoshi katta odamlarimiz skidga qo'ymadik-ku, rahmatjon. Qani yoshi katta. Skidkani zo'rini qo'yib beringmi? Mana bu 1, 2, 3 dona ayna vitrovkamiz bo'ladi. Bu velikan razmer bo'ladi. 60 dan 66 ga dur. Ya'ni iri 200 kilo, 250 kiloluk adamlarimiz uchun razmerlari topiladi. Narxi 150 ming so'm. Shularniki. Hava 1, 2, 3 sena 150 ming so'mdan. 150 ming so'mdan shu uchisi. Gelib giyib olaveradilar, hazat baba. Yine sizlara. Endi qarang, bu yerda ko'jasan bor. Shayr tayoqni berib turma. Mana, bu yerda ikki xil ko'ja bor. Podroskoyni kim chiqardi bu yerda? Mana bu ko'jalarimiz ham 130 mingga qo'ydik-ku. Bu kichkinalarki bu yerda bor. Ya'ni 48, 50, 52, 54 asin bo'lgan razmerlari 130 mingdan qo'ydik. Endi yoshi kattalar uchun, ya'ni 56, 58, 60, 66 ga bo'lgan razmerlari. Ish razmeri 62 razmeri. Rahmatjon ham o'zi 400 ming, 350 ming sotiladi. Obunachilarimizga 200 ming so'mdan skidkada berib beraman. 200 ming so'm. Zavodundan yo'q, fabrikasidan yo'q. Zavodunda yo'q baqa. 200 ming so'mdan. 200 ming so'm. Yana Velikan, ikki xil modeli bor. Yaqalisi bor, stoyka yaqasi bor yana. Yine sizlara. 200 ming so'mdan. Razmerlarni e'tibor etamiz. 58 dan 64 gacha Velikan razmerlari bor. Yangiliklar, oyoq kiyimlarimiz modellari ko'p keldi. Har xil turdagi oyoq kiyimlarimiz, bularni ko'rsatib o'tamiz. Obunachilarimizga qarang. O'zi 180 ming so'mlik patenka. Bu faqat sizni kanaldan kelgan mijozlarimizga bo'ladi. Ha. 50 ming so'm skidkasi bilan 130 ming, baring 125 mingdan beri beraman. Shuni 125, 50 ming skidkasi bilan. Чистый koja. 125 ming so'mdan sini sveti bor, qora sveti bor. Sizni kanaldan kelsalar bo'ldi. Yine sizlara. 125 ming so'm. Shuningcha kelsa yana 180 ming yozilib turibdi. Bitta savdolashib olaveradi. Rahmatjon shundan kelsa 125 ming so'm olib ketadi. Yine ulaşarak. Koja, mo'shna oyoq kiyimni. Yarı bakasana. Xudo xolasa yana. Undan boshqa ham bu yerda yana rahmatjon 65 minglik makasilarimizdan hali ko'p aytib oldik turibmiz. 65. Obunachilarga eng qizig'i 55 ming so'mdan. Yiyib ko'rib olaveradilar yana xudo xolasa. Bu qara makasilarimiz paysi qator 55 ming so'm. 55 ming so'mdan obunachilar nolda turibdi bu yana.
Balajonlarimiz uchun krossovkalar ham keng assortimentlarni xudo xolasa Firdavsdan topaveradilar. Ya'ni 7 dan 70 yoshgacha bo'lgan kiyim-kechaklarimiz Firdavs do'konida bor. Chalur kerakmi, kostyum chalur kerakmi? Xudo xolasa kostyum chalurni ham to'ychilarimiz uchun arzon narxlarda beramiz. Keyin bizani bilasiz, Rahmatjon ikkinchi filialimiz bor. To'ychilarimiz uchun yana bir qulaylik. Bu yerda bizning do'konimizda Aro do'kondan bu yerda ham kelin kiyintirish uchun patenkalarimiz, ya'ni sapog, palton, bosh oyoq sarpolarimiz bor. Yo'llar uchun bo'ladigan bo'lsa, kostyum chalurlarimiz bor. Keyin bu yerda ko'rib o'tdingiz, shkaflarimiz bor edi, dedizki, belanchaklarimiz bor, keyin kolaskilar bor. Aytizkim, shu narsalar ham, ya'ni bo'lib to'lashga, rassrochkaga bizdan asola xarid etsalar bo'ladi. Bir pasport evazina ular ham Firdavs do'konida imkoniyati bor. Bir pasport olmasa bo'ladimi? Bo'lib to'lashga, rassrochkaga beraveramiz. Yine obunachilar kiyim. Do'kondan xalosalar giyinadi, xalosalar xo'jalik mollarini oladi, novusini oladigan bo'lsam, novu xarid etadigan bo'lsam, rassrochkaga, ya'ni bir pasport evazina beramiz. Yine sizlar obunachilar yangiliklar boshlandi. Xo'p, Rahmatjon, endi do'konni bir o'zingiz obzor etib o'taverasiz. Obunachilarimiz, ya'ni o'qituvchilarimiz uchun qo'ygan podarkalarni ko'rsatsak, kommentariy shovuni o'tirib bersak. Yine obunachilar sortimentdan ko'rdi. Eng qiziq yerdan chiqdi. Qani eng qiziqi? Eng qiziq yerdan chiqdi. Mana shuni aytmoqman obunachilarimga. Buni o'lchakka qo'yibman, obunachilarimga beraman deb sottirmayman qo'yibman. Hali bahasi chiqmadi deb sotmay o'tiribdi bizning do'kondagi bolalar. 50 ming so'm jaket. 50 ming so'mmi? 50 ming so'm. Rahmat. Obunachilarga qarang, 50 ming so'mdan o'zi bahasi. 50 ming so'mdan. Bahasi 120 dan 69. 120 69 mingga tushgan 50 ming so'mdan obunachilarimiz beramiz. Bu faqat Rahmatjon Show kanali obunachilari uchun. Bo'lmasa galadda 69 ming so'mdan olib ketaveradilar. Endi sizlar, shucha aytaman sizlarga kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yine obunachilar sortimentda. Yine obunachilar sortimentlar. Chat kameralar topilib qahramon. Xo'p, Rahmatjon, yurtlarimizda skidkalarimiz davom etib turibdi. Firdavs do'koni mavsum uchun 100% tayyor. Endi kommentariy shovuni endi bir oy burun bo'lgan ekan, Rahmatjon. Kommentariy show 12. G'olibni aniqlaymiz-ku. G'olibini aniqlaymiz, eslatib o'tamiz. O'tgan videomizdagi g'oliblarimiz Xudo xolasa, birinchi o'rin uchun eng ko'p like to'plagani papka qo'yganmiz. Eng like ko'p to'plagan obunachimiz birinchi Zumrat o'zi. Mana Zumrat. Qani? 40 like. Zumrat Avazbayeva ekan. 40 dona like to'plabdi. Sovg'a deb yozib qo'yamiz kommentariyasini. Bizani qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun, o'z fikrlaringiz bilan likelarni bosib, podдержка turganlaringiz uchun sizlar ham katta rahmat aytib qolamiz. Mana bu birinchi g'olibimiz sovg'a deb yozib qo'ydi, xudo xolasa Zumrat Atabayeva ekan. Gelib Firdavs do'konidan podarkangizni olib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, Rahmatjon, keyingilarni endi tasodifiy aniqlaymiz deganmiz. O'g'il bolalar ekanasa aniqlab beramiz. Men kommentariyani oxirigacha ochib bering. Tak. Yine obunachilar kommentariyalarni bosaveramiz, bu yerda ustilayna. Chiqdimi oxirida deydi. Ba'zini oxirigacha ochib bersin. Obunachilar kommentariyalar ham zo'r. Yerga qo'yib ketsam bo'ladimi? Молодец, men o'zim doğrusu kutmadim. Aman emas, bizani shunday qo'llab-quvvatlab tursalar, xudo xolasa, bundan ham zo'r aksiyalarni, bundan ham zo'r sovg'alarni qo'yib berishga harakat etamiz, Rahmatjon, xudo xolasa. Mana ham shuncha kommentariy. Oxiri chiqmayapti qilmini. Men kommentariya bo'lmayapti. Nima?
Oh, ahırına geldik. Hey. Yine aklına geldi. Kan tasarruf endi en yukarıda kalgan birisini alıp koyar. Tak, asa 3 marta o'tiraman. Tamam. 1 2 3 en yuqorida turgani. Kim bu? Mana zo'r dedi. Universal ant. Kim ekan bu? Xudo xolasa buni ham sovg'ada bosib qo'yamiz. İkincisi gitti mi? Sovg'a ikkinchisi, ya'ni krasovkamiz ketdi. Endi buni o'ynab beramiz. Podraskoy o'g'il bolalarning krasovkasi. Voy, yana oxirgacha ochib berish kerak endi uni. Chiqib qapmiz. Yes, ortalardan hemen elinden anıtlıyor. Bildi, kommentariya yozib bersin. Oxirgacha yetik. Obunachilarimiz xafa bo'lib qolmasin, men chiqmadim da. Mana pastdan yuqori aniqlaymiz, xudo xolasa. Eng boshda yozgan obunachilarimiz qaqitmasin. Rahmatsan, shuncha kuzatuvchilarimiz, shuncha podpiska etadigan obunachilarimiz bor ekan, qara. Kommentariya. Xudo xolasa bu safar ham gazini bosadilar. Karaz, ya o kutuya da yapayım. Çıktı sohbetten var. Sohbette. Tamam şunda gelmem. Oh, yani ahırına yettik. Ana. 1 2 eng oxirda qolganimi bu safar eng pastda qolganini aniqlaymiz. 3 eng pastda. Mana Shahsta Fayzullayeva. Bu obunachilarimiz avvalan bir g'olib bo'lmoqmadi. Bu Buni ham aktiv bo'lib turibdi da bular. shuni aytamiz. Sovg'ada yozib qo'yamiz. Adashmasam o'tgan videodan bir shunday Nabo'ga o'xshaydi. Shahsta Fayzullayeva. Bu oq krasovkani o'tdi, endi arg'i krasovkaga. Navbat. Hop, rahmatsan, endi buni ham boshlaymiz. 1 2 3 yuqorida qolgani bo'lam, o'rtadagi bo'lami. Yana Shahsta Fayzullayeva bo'lib qoldi. Yo'q, bir o'tqinda o'tirik, yana 3 metr o'tir. 1 2 o'rtadagi bo'ladi-ku bu safar. 3 o'rtada kim bor? Omad dedi. Go'zal Romanovnami? Romanovna ekan. Yine. Buni ham sovg'ada yozib qo'yamiz. Sovg'a. Shundan ish sovg'alarga ikkita Sovg'alarni egalarini aniqladik. Kelib bemalol Firdavs do'konidan sovg'alarni olib ketaveradilar. Endi ko'rsatib ikkita verasizlar buni yana. rahmat sana. Videoni boshida yana qo'yganimiz bugun 1-oktyabr ustoz murabbiy o'qituvchilarimiz bayrami munosabati bilan Firdavs do'koni o'qituvchilarimiz uchun sovg'a qo'ydi. Endi qo'ldan kelgancha bom rahmatjon buni shatib beramiz. 1 million so'mlik xarid etadi, lekin o'qituvchi bo'lishi shart, обязательный. O'qituvchilarimiz uchun qo'yilgan u. Chunki o'zi narx-navo arzon, buni narxlari oladigan vajidan qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi bu, ha? Qo'shilmaydi, yo'q. 1 million so'm xarid etadi, o'qituvchi bo'lishi kerak, o'qituvchilarga buni podarkiga beramiz. 500 ming so'm xarid etadi, ish tefalladan saylaganni buni ham faqat o'qituvchilar uchun podarkiga qo'yib beramiz buni. Rahmat sana. 1 million uchun bo'lar. 1 million so'm uchun so'kish malikalar LG brendidan originali bo'ladi, Ayuba brendidan bo'ladigan bo'lsa, tefallani podarkiga beramiz. Rahmat sana. Yine sizlar obunachilar. Xo'p, xudo xolosa, keyingi videolarda bundan ham zo'r aksiyalarni, bundan ham zo'r kommentariya shoularni qo'yib berishga harakat etamiz, rahmat sana. Obunachilar hammani Firdavsda kutib qolamiz.